Abort qanday qilinadi bilasizmi? Hammangizda tasavvur bormi? Men qiziq so'raganman. Abort qilinganda, men doktorlar bilishadi. Bolani kesib qiymalab oladi. Qaychini chiqib, bo'lib bir oyog'ini kesib oladi, qo'lini kesib oladi, boshini kesib oladi. Abort qilish. Bu yomonmi? Bolani o'sha mahalda o'ldirish yomon. Qaysi yomon? Farqi yo'q-ku. Yashash huquqiga ega, ayniqsa bolaga jon kirgandan keyin, 4 oy 10 kunlik bo'lgandan keyin unga bir jon kirdi. Sababsiz, yetarli sababsiz bolani oldirish ko'payib ketdi yoki qiz bo'ldi deb oldirish odam o'ldirishdan bir xil bo'ladi. Ota o'zining bolasini qotili bo'lsa, ona o'zining bolasini qotil bo'lsa, dodingizni kimga aytasiz? Qiyomatga aytasiz faqat buni. Bolani tug'ib ahlatxonaga tashlab ketyapti. Bolasini tug'ib qo'yib yoki voz kechib birovlarning eshigining oldiga qo'yib ketish holatlari onda eshitilib turadi qulog'ingizga bunday narsalar.